Assalomu alaykum vatandoshlar. Bugun biz Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 29 soniga sobiq Cumhur Rais G'ulom Osmon efendimni iftixor bilan taklif qildik. Programmamizga hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hammanlarga Allah'ın salamları olsun. Bugun biz Sharq Türkiston işgalat asırkı devlet degan imzo hareketininki xulosasini G'ulom Osmon efendim bilan bu yerda so'zlashga chiqdik. 19 fevral cheki bilan ilib berilgan Sharq Türkiston işgalat asırkı devlet deb Amerika Meclisiga e'tirof qildirish harakati 61 tashkilotning imzo qo'yishi bilan natijalendi. Hozirgacha 40 necha ishxonaga bu bizning ochiq xatni va imzolarimizni Salih Xudoyor va Salih Xudoyor dadisi qatorliqlar birlikda bu ishlarni tamomladi. Endi siz mushu natijaga nisbatan qanday qaraysiz? Buni biz parlament a'zolariga 40 necha parlament a'zolariga yetkazib bo'ldik. Bu natija deganda nimani ko'z tutadiganligimiz muhim. Masalan, Amerika Davlat Majlisidan talabimizning bo'lishliq javobga erishishini kutayotgan bo'lsak, natijada deganda bu yaqin kelgusi ichida mumkin bo'lmaydigan bir ish. Buni bilib turib qilingan ish bu. Munofiqlarning buzg'unchilik, suyuqlantirish, xalqni qaymoqtirish tashviqotlarida, fitna fasodlarida tutqi qilib olganimi dal mana shu. Foydasi yo'q. To'g'ri. Hali hozirda Amerikaning buni e'tirof qilishi mumkin emas. Ammo natija deb mushuningga qarab olsak, shundaqla chet ellarda elib beriladigan barliq siyosiy faoliyatlarda mana mushuning o'xshash, mushu kutishimizga o'xshash bir natija bermisilar foydasi yo'q deydigan bo'lsak, hech qilmasak ham bo'ladi. Lekin bizning ko'zlagan foydamiz bo'la emas. Buningdan boshqa nurg'un foydasi bor. Masalan, o'tgan 20 yillik atalmış dava tufaylidan chet elliklarning minisidan o'chiritilgan Sharq Turkistonliklar mustaqillik istamaydi ekan degan bu qarashni qaytadan ularning minisiga qo'yishning boshlanishi bu. Mustaqillik harakatlari mana mush talabdan boshlandi. Ya'ni 70 necha yillik avarchiliklar, qaymoqishlardan keyin davamız to'g'ri shahriga qarab birinchi qadamini oldi. Amaliyotda bizning mustaqillik harakatimiz endi boshlandi. To'g'ri qadamni endi oldi. Bu ish endi boshlandi. Buni qarallik holda yilda bir qatim qilamdik yoki yarim yilda bir qatim qilamdik, faslda bir qatim qilamdik va yoki ahvolga qarab dünya vaziyetining ma'lum burilish nuqtalarida qilamdik. Buni har doim takrorlab turishimiz kerak. Mana shu qatam bilan lam tutdi deb uning natijasini kutib, salqinda yelpinib o'tmaymiz. Bu takrorlanadigan harakat bu. Beshini ag'artimiz. Bu Amerikalılar emas, hamma Sharq Turkistonliklar yashayotgan davlatlarda. Nüfusumuz ko'proq bo'lgan davlatlarning hammasida shu davlat parlamentlarigami o'xshash talabni sunishimiz kerak. Va buni to'xtamay takrorlab turishimiz kerak. Chet ellarning kallasidagi xato hukmlarni tamamen yuvib tashlab, mustaqillik arzuyimizni kallalarga qochilishimiz kerak. Chet elliklarni haqqimizda xato qarash, xato ishlardan ado-judo qilib, to'g'ri qarashga keltirishimiz kerak. Şunu bu ko'p takrorlanadigan harakatga xuddi qo'yga yemni beribla quyruqini tutib boqadigan shaklda muomala qilish xato. Biz buning natijasini cho'qim ko'ramiz. Rahmat.
Bizningki hökumət əzalarımız bunu 535 parlament əzasının hamısını qo'liga yetkazishga harakat qilyotidi. Bu harakat boshlanishda o'tirib chiqqanda kimning kimligini sinaydigan vaqt keldi degan edingiz. Sizcha kimning kimligi o'tirib chiqdimi? Bunga men deb javob bera olmayman. Kimning kim ekanligi o'tirib chiqdi. Ama bunu teşkilatlar hakkında desek texmi to'g'ri bo'ladi. O'zini oshkor qilgan tashkilotlar ichidami xeli nurg'un qarindoshlarimiz haqiqiy turda chin qalbidan mustaqillikni orzu qiladi. Lekin o'xshamagan sabablar bilan sapni xato tanlagan, xato odamlarning oqisidan ketayotganligini sezib turibmiz. Bu qarindoshlarning niyati samimiy bo'lganlar Çoxum bundaq hərəkətlərdə üzü turuşluq təşkilatlarını imza qoyuşqa dəvət qilishi, qıstışı, səbəbini düşəndürüşünü tələb qilishi, əgər tələbləri yanıla rədd qılınğan təqdirdə bundaq təşkilatlardan ayrılış arqılıq üzünün meydanını bildirib qoyuşları gerek. Müstəqillik tələbi besivilinğan dövlət hükümünü üzüge asas qıyğan boludu. Besivilingan devletler öz müstakilligini asliga keltirishga huquqliq va bu huquqini joriy qildirishda har qanday vositaga tayanishga bo'ladi. Zo'rliq kuchi, qurolliq inqilob haqida shirin tasavvur qilayotganlar uchun bu texmi oldingi shart. Besivilingan devletning fuqarolari qurolliq inqilob qilsa terror atalg'usi bilan qaralanmaydi. O özünün kanuni hukukunu cari kıldırıvatkan hesaplandı. Şuna eğiz palvalları xalqni aldaş üçün müstakillik tonuğu ornuv algan janaplar bu qıtımqı faaliyette aşkarı bilindi. Bir teşkilat başlık boğucunun şahsi mülkü emas. Teşkilattikilerinin umumi arzusunu aks ettirenmese bundaq başlıkını elip taşlaş gerek olur. Şuna teşkilat azaları, yandaşlar, taraftarlar, Çoxum təşkilatını bundaq umumi milli mənfəətə əlaqədar işlərdə toğru meydanda turuşqa çaqırışı, qısıtış gerek. Bulmasa təşkilatını tərk etiş gerek. Tərk etməsə onların siyasi meydanımı bir tayaqda edilir. Oxşaş qarılını tarix aldıda cinayetkar olur. Keyinki avlatlar aldıda qara yüzlü olur. Demek Teşkilatlarınki gerçi 61'i qo'l qo'ygan bilan emniyatda uningdan jiq tashkilotlarning qalbida bu bor. Emniyatda mutlaq ko'p qism xalqimizning, avam xalqning qalbida bu mustaqillik o'rin olgan. Agar xalqning irodasini bu tashkilotlar aks ettirmasa, tashkilotni chuqum almashtirish kerak, boshliqni almashtirish kerak, o'zining irodasini aks ettirish kerak dedingiz. Endi tashkilotga shunda bu mediadimi? Biz asli media lillah bo'lish kerak deb qaraymiz. Bu qitim adil bo'lish kerak media, lillah bo'lish kerak degan bir muntazam medianing sharti. Bu qitimliq imzo qo'yish harakatida biz RFNingki, ya'ni Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining to'lig'i bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafini tutganligini ko'rdik. Albatta, bundan burun shunday edi. Mushu DC'da RFNing burun ostida qilgan surgun hukumatimizning namoyishlari ularning xavriga chiqib qolmaydi. Bu qitim bizning surgun hukumatimiz qo'zg'agan davr bo'lgich bir tarixiy harakatmi ularning diqqatiga sazovor bo'lmadi. Bu bizning kallamizga bir necha savol paydo qildi. Ular mustaqillik demamdigandi. Xalqning irodasi ularni bearam qilamdigandi deb. Siz qanday? Bu biri taraftarlıqdan bo'lishi mumkin. Yana biri ularning ideologiyasidagi buzuqliqdan bo'lishi mumkin. Ya'ni bundaq bir matbuotni Xitoylar bo'sh qo'ymaydi. Uyg'urcha bir matbuotni, chet eldagi Uyg'urcha bir matbuotni tarixdan beri bilimizki, biz kichik vaqtlarimizdan tatib bilamiz. Toshkentdan berildigan yarim soatlik Uyg'urcha, Olmaotadan berildigan 1 soatlik Uyg'urcha,
ve ötmüşte Azatlık Radiosu'nun berildiğen Uygurca anıltışlar Xitaylar tarafından buzgunçuluk uçuraydı. Şavqın koyup bir şu dolqunga anlatqını koymaydı. Bunun şunu görələyimiz ki, bundaq bir matbuatlarını Xitaylar boş koyup etmeydi. Bunun şavqın koyup bir iş bilen çekilipti. Çünkü Xitaylarning o zamanda işiklerini takip edip bekin maliyette yaşayatqanlığı için dünyaya eçilanmagan ve küçümün ayeti aciz oğaçka başka devletlerde istihbarat operasiyalarını kılış imkanı yok idi. Lekin bugünkü Xitay o tarihteki Xitayga okşamaydı. Bugünkü Xitaylar xalqaro sahnada özünü bir noçi hesaplaydı. Onun üstüge chet ellerde kelgüsüdeki kengiyiş planları üçün evatilgen nurgun casusları var ve ular istihbarat faaliyetleri elip beriyotidi. Men eliki KGB'da 30 neçe yıl işlep pensiyaga chiqqan adamning eliki olsun nima olsun şu Olsun'un kitabını okudum. Ajının birinci mavzusu Xitay. CIA mi, KGB mi? CIA. Birinci mavzusu Xitay. O Amerika'da en güçlük ve en köp hareket kılavatqını Xitay casusluğu depti. O Xitay KGB ve Kuba'nın casusluğunu tunuşturuptu. Xitayning en köp, en eğer, buzgunçılığı en eğer depti. Amerika'da Xitay casusluğu bu derecede eğer olsa, demek radyonu boş koyutuşu mümkün emas. Ben tarihten dep kelyapman, bu radyo Xitaylarning kontrolluğida. Allaqachon bu kontrolluqqa tushib qeliqliq o. Onun için radyo bu tutumda. Yani Xitaydan ayrılmaydigan toplarning xabarchisiga aylanib qolgan. Mustaqillik uluning muchishig'i tegadi. Endi bu bir nomussuzluk. Yani bugünkü günde en yeni haberler, vatandan çıkıvatkan en yeni haberlerini anlasa adamның yaşağısı mükemmeydiğen derecede. Yani nimeге yaşaymız degisi keladigan derecede. U yerda bir Uygur qanmagan, Uygurluk süptüyle yaşayatgan Uygur yok. Çoçku go'shi yeyish umumlashgan, aroq ichish umumlashgan, tamamen Uygurluktan çıkarılgan. 2015'te başlanıptı o öylədeki Uygurlukni əsiltadigan, Uygurlukka simvol boladigan her qandaq bir belge, her qandaq bir buyum, resim, xat hech narsa qo'ymay tazilib ketgan bu jamiyatda. Mushu holda turib, yana Xitoyning chapini ko'tarishning o'zi vijdonsizlik emasmi bu? Nomussuzluk emasmi? Yani nima deb yashaysan ey? Hayvonmi sendan yaxshiroq? Şu anda Xitoylarning nazarida Uygurlar hayvonchilik emas vatanda. Hayvonnimi kerak bo'ladi deb kerak yerida uni go'sht qilib yeysimi, kerak chog'da o'ltirib. Ama boshqa chog'da xohlagancha o'ltirolmaydi. Ama Uygurlar chivindeklar xohlagan yerda, xohlagan vaqtda o'ltiroladigan darajaga kelibdi hozir. Mushu holatda yana Xitoylar besib olgan zamin deganga imzo qo'yishga yaqin kelmaganlar va yana buni qarshi tutib yaraganlar va mushundaq matbuotlar kim bo'ladi? Nima desak bo'ladi bularni? Bu o'z-o'zidan ayon bu. Rahmat. Bu nayt ochiq bo'ldi. Xalqning irodasini aks ettirmagan mediani xalq qo'llamaydi. Endi siz bu qitimliq harakatdan, mush imzo qo'yish harakatdan
Nimadan ümitlendiniz, nimadan ümitsizlendiniz? Bu qitimqi hareketde ümit asası orunda değişki boludu. Bolupmu yaş boğullarımızın meydanı eniq oldu. Emmese mesusumu köp sallık. Tırışçallıqı bahasız oldu. Ama kütülgünüdek bazı davacı teşkilatla imza koymaylı kanmay, ulanın yandaşları, taraftarları, zuvandarazları kişilerini kaymuqtırışqa, buzğunçuluk qilishqa urundu. Bu kişini haqiqatan meyislendirdiğin ahval. Bu qitimqi xalq rayını sınaş hareketide. Bahanıga uruy yok oğallıqtın. Hiçbir teşkilat başlığı eniq qilib imza koymaslıqıga sebep göstermedi. Mandaq sebepten bu ziyallık. Onun için biz imza koymayımız diyemedi. Bahanıga uruy yok idi. Fakat kuyrukları arqılıq fitne fasad taqitish, xalq rayını qalaymaqan qilish, töhmet qilish qatarlıq hech qandaq dalil isbotsiz elib berildigan istixbaratning buzg'unchilik turidagi tashviqoti ilgari surildi. Qandaqla bo'lmasin dushmanlar mag'lub bo'ldi bu qatim. Xalqning rayi to'g'ri tarafda bo'ldi. Bundan keyin bu turdagi kurashlarimiz texmi shafqatsiz bo'lishi chuqur. Chunki Xitoy istixbarati bu qatimqi mag'lubiyatiga tanbamaydi. Texmi numussiz shakllarda texmi ashaddiy harakatlarni qilish chuqur. Shunga buningmi ruhiy jihatdan tayyor turish kerak. Rahmat. Bu qatim shu mayli hukumatning ichida bo'lsin yoki sirtida bo'lsin, siz degandek yoshlarning roli alohida cho'ng bo'ldi. Bu nimadan derak beradi? Yuqorida deyilgandek yeni bo'g'illarning ro'yidagi jushqunlik, qat'iylik, murassasizlik haqiqatan kishiga umid beradi. Masala bu ruhda izchillik. Agar izchil bo'lmasak foydasi yo'q. Men burunmi bir videoda degan Uyg'urlardagi qizg'inlikning umri degan. Biz bek asan qiziymiz ve nait tızla suvuyimiz. Bir işte üzlüksüz tirishni, üzlüksüz hepilishni yaxshi ko'rmaydigan bir g'ururlik var oyimizda. Bu xatarlik. Eğer bu yoshlar mush qitim joriy qilgan ashu ruhda izchil bo'la olsa, biz kelgusimizdan zo'r umidli bo'lamiz. Chunki dushman bizni bezdirish, to'ydirib etish, psixik jihatdan toldirish, bo'ldi qilib peshnaqa qilib ketishga majbur qilish uchun to'liq numussizlik bilan hech kutmagan bir yerlardan chiqib o'zining pastkash hujumlarini, munofiqona bayonotlarini, tuhmat, haqoratlarini davom qiladi. Ular hargiz zerikmaydi. Albatta. Chunki biri Xitoyning milliy xosligidimi anda zerikmaydigan, qurtdek gapilashaveradigan bir ruh var. İkincide o bu Uyghur kulaklarını mı onu mecburlaydı. Toxtab qalsa unumaydı Xitoy. Keyindan zo'laydi bularni. Onun için bular zerikmaydi. Mecburlab turadigan bir kuch keyinda bo'lg'achqa ular zerikmaydi. Şuna biz zerikib tashlab etsak, ular g'alaba qiladi. Bizni zeriktirishni nishon qilgan dushman hujumlariga zerikmaydigan bir ruhiy holat bilan taqobil kela olamiz. Agar hech dalil isbotsiz bir tiyinlik qimmati bo'lmagan tuhmat turdagi hujumlardan to'yib ketsak, dal dushmanning kutgan yerdan chiqqan bo'lamiz. Shunga uzoqqa so'zilgan bir jangga tayyor turish, bugungi qizg'inlikni o'xshash haroratda uzoqqa bardosh sifatida tutish yoshlarning vazifasi. Rahmat. Bu qatim yoshlarimizdan haqiqatan umidni ko'rdik. Ular uzluksiz uygunib, ro'yini chiniqtirib, izchillik bilan davomlashtirsa, bu bizning davoni yoshlar etmangdi. Endi siz hukumatdan chekingan bo'lsingizmi, bu ishga alohida kuch chiqardingiz, jon ko'ydirdingiz.
Bunun bilan cheklanib qolmay, har haftada chiqadigan istixborot to'g'riliq videoni ishlab turdingiz va insonlarimizni fikr qilishga, o'ylanishga yetakladingiz. Bayqadikki, sizga bo'lgan hujum ashaddiy bo'ldi. Siz garchi hukumatdan chekingan bo'lsangiz-mu, hammadan cho'ng hujumning sizga qaratilganiga hayron qoldik. Siz buni qanday qaraysiz? Düşmansiz yaşab bakmadım ben hayatımda. Her zaman eşeddi düşmanlarım oldu. Ta ki aklımni bilgenden tartib. Xatarlik, hatta qo'rqinchli düşmanlarım bo'lib keldi. Çünkü qurtdek bir qog'ijigida ichida tugilib elib jimjit yashashni o'zimni xohlamadim. Hayat benim için küreş demektir. Küreş düşmansiz olmaydı. Düşman bilen ilişiş, düşman bilen qirişiş ve onu mağlup kılıp galip gelişinin lezzetiga yetadigan yana bir lezzetni ko'rmadim. Kitaplarımda tasvirlangan tinimsiz ve tinimsiz hayat şu. Benim hayatım. Biz hammaylar bilamiz, temsilimizdimi bu meyvelik daraxtga taş etiladiganligini hammaylar bilamiz. Düşmanning hujumlari meni mamnun qiladi. Hayotimning qurutdek tugilib elishi bilan jim va bicharalarcha o'tmayotganligini, jangovar bir hayot yashayotganligimni isbotlab, menga tasalli bo'ladi. İlham bo'ladi. Düşmanning hujumiga uchramaslikla bicharalikdir. Düşman aynekdir. Unda bir tema yo'llagandim. Yodingizda bo'lsa. Düşman aynekdir. Albatta düşmanning tutun ifodalari biz uchun aynek. Düşman hujum qilayotgan bo'lsa, demak to'g'ri qilayotganligimizning isbotidir. Agar ishimiz düşmanga yaragan bo'lsa, bunisi qo'rqinchli. Düşmanni xo'sh qiladigan ishni qilayotganligimizni shuningdan bilsak bo'ladi. Demak, düşman jim tursa, biz ishni yaxshi qilamiz qo'lda. Bu qatam sizni alayda video ishlab tillab degandek nihoyatda ashaddiy tillarni ishlatib qilib ketdi, ammo siz nurg'un videolarni ishlab, undan keyin uning radiya berib turdingiz. Ular texim chidamay qoldi. Lekin bu qitimliq imzo faoliyatiga ba'zilar o'zini aqlliq chaqlab, bu mustaqillikningki deydigan vaqti emas edi. Odamlarimiz, insonlarimiz tayyor bo'lmagan edi degandek bir mantiqani o'tirib qo'ydi. Sizce bu to'g'rimi? Bunda gaplar İsa Yusuflarning mirasi. Shu chaqlardimi xalq tayyor emaskenmiş. Hozirmi tayyor emas bo'lsa, qachon tayyor bo'ladigandir? Qirilib tuganda yoki Xitoyga aylanib bo'lganda andan bo'lamdigandir. Bu munofiqlarni yepish uchunla munofiqlikni o'zining munofiqligini yepish uchun o'ylab topilgan to'limi yaramas, hech nimaga dal bo'lanmaydigan turdagi bir bahonadir. Munofiqlikning chun pardasi yani. Sharoitni bir necha qatim ketkizib qo'ydik. Sharoit kelmadi emas, ketib qoldi. Agar yana pisildab o'tsaq, endi keladigini muqarrar o'lim. Dunyo tarixidan o'chirilish. Xuddi Abduxoliq Uyg'urning deganidek, endi kessa jon ketar. Chunki bizda ketgidek boshqa hech narsa qolmadi. To'g'ri. Bizning uzun vaqtimiz qolmadi. Agar Xitoy mush bo'yicha mangsa, bizda hech nima qolmaydi. Agar yana tayyor bo'lmasak, tayyor bo'lgan vaqtmi qolmaydi. Bu qatim biz buni chiqargan ekan, Dunyo Uyg'ur qurultoyi 5-oyda qilmoqchidik deb oldimizga o'tib oldi va oqibatda bu report tayyor bo'ldi deb bir kechada tayyor qilganmi bo'ldi. Ammo ular yana saqlag'liq. Nimani saqlag'liq ekanligini biz bilmaymiz. Hamda bu yoshlar bu qatim bizni umidlantirdi, chiqishlarni qildi. Siz yoshlarga qanday murojaat qildingizmi? Yoshlarga deydiganim
en aldı bile Uygur olanlar. Çünkü chet elde Uygur olmak mı bek ters. Bu çoğun muhit. Gerçi Xitayga okşaş bir yerde zorlaş, mecburi assimilasiya bulması mı sanımızın azlığı tüpeyilden bu çoğun muhit tarafından yiyilip gitimiz. Onun için en evvel Uygur olanlar, andın kesp ehli olanlar, kulak mollası olmanlar. O torgu çıkıp elip kılıvatkan o kılıkla bir kılık emas o. Neymi kesip kıysan kıl, bir kesipni mükemmel ügünüşke tırışınla bir kesipni. İlim kuraldır. İlim kuş kuvvettir. Bugünkü dünyada bulap mı bizdek milletlerinin kutuluşunun bir ümit yolu ilim. Çünkü ötken asırının büyük güçleri vodorod bombası bilen özünün güçlüklerini namayan kıygan bolsa bu asırının karakteristiksi şu ki kichkina mikrochip bilen özünün kudretini namayan kılıvatıdı. Demek biz ümitsizlenmesek aşındak bir uşak mikrochip bilen mi Xitay'daki kudretlik bir güçni agdırıp ötäleydiganlygymyzga gözümüz yetedi. Ben burunqy videolarymı digendim. İstihbaratga ait birisinin ahiriste dedim mi? Acayip kudretlik kurallar var bu ilimde. Tehe oturgu çıkmagan, kişiler tasavvur kıygan, lekin hiç kim tehe yasap bakmagan nurgun kurallar var. Acayip kızık yeri şu ki bu kurallarını öyde oturap. Alaysız. Bir adamın küçü yetidi o. Şundakla bir adamın iktisadımı yetidi. Mesela bir atom bombasının materyali olan uran. Ziyade kımmet neyse. Altından 40 neçesi kımmet deydiğen bir gapni anlagan biz. Şu derecede kımmet neyse. Onunla şahsının gücü yetmeydi eğer teknikisi bağ olsa mı? Onun iktisadi yükünü şahs götüremeydiğen derecede. Ama ilimde şunda bir kurallar tasavvur kılıngan ki burunqu videolarda bağ bu $200 bilen pütüdü değildi. Elektromagnetlik bomba deydigan bir narsa. Ana üstü onunğa bek jukur texnikimi ketmeydi eken. 40-cı yıllarning texnikasi bilan mı qiygın oldu eken de. Onun maliyeti tüven, texnik telefonu o kadar yuqur emas. Ama bizde ilim ahlilleri yeterlik emas. İlim ahli degan unvonliqlarning hammasi mana bu qatimma ko'ringandek mustaqillik meydanida yok. Doğru. O başka meydanda. Şuna yaşlar bu boşluknu toldirish gerek. İlim öğreniş gerek. Mesela mikrobiyologiya kompüterinin şu en nazik yerleri ama fakatla Facebook'ta inkas yazılganlığını va saqlagan bolmaydı. Şu mikrochip deydigan narsalarni mush kompüter bilan qiladigan ishlar. Mushundaq Uyg'ur bo'lish va ilm ahli bo'lish kerak yoshlar. Yig'inchoqliganda shu ikki ish. Rahmat. Bugün tolum yaxshi suhbat oldu. Sizningki bunga vaqt ajratganingiz ko'pdan ko'p rahmat. Sharqi Turkistonning besulingan davlat ekanligini e'tirof qildirish harakati davr bo'lgich tarixiy harakatdir. Uning ahamiyati uning nimaga erishganligida bo'lmasdan
mutlaq ko'p qism Sharqi Turkiston xalqining siyosiy g'oyasini aks ettirganligida va diasporadagi siyosiy da'voning asosiy yo'nalishining Sharqi Turkistonning mustaqilligi degan muqomni to'lishida bo'lganligidandir. Ushbu vajidan barliq mustaqillik g'oyasi bor surgundagi Sharqi Turkistonliklarning mustaqillik yo'lida biz bilan mürni-mürga tirab, o'rtaq kurash qilishni chin qalbimizdan umid qilamiz. İnsanlık burcumuz için, Allah rızası için, ar nomusimizni yuyishimiz için faqat ve faqat vatanimiz Sharqi Turkistonning mustaqillik uchun kurash qilishlar bizga vojibdir. Bugun bizga ajratgan vaqtingiz uchun sizga ko'p rahmat. G'ulom Osmon afandim. Hammanglarga rahmat. Allah hammanglardan razı olsun. Ko'rarmanlarga rahmat. Kelar qitimliq programmamiz e'londa bo'ladi. Allohga emanet. Xayr xo'sh.